Akbar aka, adashmasam Toshkent shahrida 100 dan oshiq xususiy bog'chalar bor, a? Xo'p, hozirgi kunda 200 ga yaqin xususiy bog'chalar bor. Yo'q, 200 ga yaqinmi? O'zi zamonaviy bog'cha qanaqa bo'lishi kerak? Xo'p, zamonaviy bog'cha birinchidan bolani sog'lomlashtirishiga e'tibor berish kerak. Sog'lomlashtirishga nima kiradi? Basseyn, tuzli xona, gidromassaj va oddiy massaj kiradi. Bola shu narsalarda muntazam ravishda qatnashsa, bola sog'lom o'sadi. Aynan hozir bahor fasli keldi va qish mavsumlarida bolalarda ko'p uchraydigan narsa allergiya, bronxit, har xil kasalliklar uchraydi, shamollashlar. Ya'ni tuzli xonaga bu juda katta ahamiyatga ega. Tuzli xona bolani har bir mana shunaqa allergik kasallarga Foydalari ko'p. foydalanib keladi. Zo'r. Yanacha. Ikkinchisi bolaga nutqini rivojlantirish. Bola nutqi logoped bilan ishlash kerak. Logoped mutaxassisi kuchli bo'lsa, bu bolani nutqini rivojlantirganda ertaga o'z o'rnini topa oladigan bo'ladi bola. Gapirayotganda ravon gapira oladigan bo'ladi. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Uchinchisi, o'yin orqali bolalarga ta'limni yetkazib berish. Bu degani o'yingohi bo'lishi kerak. Har bir bog'chani o'zini yopiq va ochiq o'yingohlari bo'lishi kerak. Bola bemalol o'ynashi Bemalol o'ynab, ham o'tda o'ziga kerakli motivatsiya va darsliklarni olib boradi, o'ynab, o'yin orqali. Bundan tashqari, ya'ni bog'chada kulolchilik, nimaiki qo'l motorikasi o'tdi va shaxmat, shashka eng keraklisi mnemonika. Mnemonika eslab qolish. Siz bolani har bir narsani xotirasini kuchaytirib beradigan darslik bo'lib rivojlanish uchun juda katta o'ringa ega. Zo'r. Demak, adashmasam, bizning Anorkiz bog'chamiz zamonaviy bog'cha talablariga mos keladi. 100% ota-onalarning o'ziga kelib, sharoitlarimizni ham ko'rib tanishib chiqsin. Zo'r. Bo'lmasa nomer qoldiramiz, bog'lansa bo'ladi. Albatta. Mana shu nomerlarga bemalol bog'lansanglar bo'ladi.